Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biza rezistor ko'rib chiqamiz. Elektronika asosan 3 ta kattalik bor. Ulardan bittasi I tok, U kuchlanish va bizada R qarshilik. Oldingi darsda biz birinchi dars tok va kuchlanish to'g'risida ko'rib o'tdik. Endi biz bugungi kunda qarshilik to'g'risida o'tamiz. Qarshiliklar o'zini har qanday o'tkazuvchi bu qarshilik, ya'ni qanday miqdorda o'tadi. Lekin biz qarshilikda imonni uni ko'ndalang kesimi, uni material xususiyatidan kelib chiqib qancha qarshilik o'tkazishini ko'rib chiqamiz. Mana shular qarshilik, mana qarshilik. Bundan tashqari bizada SMD platalarimizda qarshiliklar bor. Uni ham ko'rsatamiz. Mana qarshilik, u переменный, mana va mana. Mana shular hammasi qarshilik. Qarshiliklar bizada ohmda belgilanadi. Ya'ni ularni bunaqasi qarshilik ohm, kuchlanishniki volt, tokniki amper. Demak, bizada mana qarshiliklarimiz o'zini xususiyati, material xususiyatidan kelib chiqib har xil qarshiliklarda bo'lishi mumkin. 1 kilo ohm, 1 ohm, 10 kilo ohm. Demak, qarshilik qanaqa bo'ladi? Qarshilik bizada tokka o'tishiga to'sqinlik beradigan jism. Oldingi darsimizda ko'rsatgandim anaqa rezervuar, bochka, rezervuar ichida suv to'la, mana suv to'la, mana shugacha. Bu U kuchlanish. Mandan ketdi. Kattaroq turba chizilgan, kattaroq turba keldi. Bitta ingichkalandi. Va yana kattarab ketdi. Mana mandan suv oqishi bu bizada tok I bo'ladi. Manda turbani biz ingichka qilganimiz, ya'ni suv oqimini to'sdik. Tokni to'sganimiz bu R hisoblanadi. Mana shunaqa oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsak, biz tok oqimini bu kesib beradigan, to'xtatib beradigan, qarshilik qilib beradigan narsa, ya'ni tok oqimiga qarshilik qiladigan narsa qarshilik. Bularni mana har xil ko'rinishda bo'ladi. Mana katta qarshiliklarda sirazu o'zida yozib ketadi. 10 ohm, 10 watt deb. Mana bu qarshiliklarda ham parallel ulangan bo'ladi. Buni 1.8 kilo ohm deyapti. Bu yerda sirazu aytib ketaylik. Xo'p, bir xillar ohm deb yozadi, bir xillarda sigma belgisi bo'ladi. Bunaqa bo'ladi. Chop. Mana unda esa mana sigma belgisi turibdi. Kilo ohm, mana sigma. Demak, mana shunaqa belgilanadi. Bir xillarda polasa bo'ladi. Qarshilik o'zi sxemada ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Xo'p. Qarshilikda sxemada belgilanishi mana shunaqa, bir xil sxemalarda bunaqa belgilanadi. Shunga qarab ajratib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bunday konkret yozib qo'ygan va hozirda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Polasali. Mana har bir rangning o'zini kodi bor. Mana shu kodni qo'shib ko'paytirib, buni ichida qancha ohm borligini tekshirib olsangiz bo'ladi. Yana kattaroqlaridan. Bu to'g'risida yana bitta dars qilamiz, ko'rsatib chiqaman. Sizlar bilan qarshilik to'g'risidagi birinchi darsimizda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.